Birodar, sabr qil. Albatta najotga erishasan. Bu Allohning va'dasi. Qiyinchilik birodar har qancha katta bo'lib kelsin, yo'ling qancha torayib ketmasin, baribir g'alaba sabr bilan birga bo'ladi. Har bitta mashaqqat bilan birga bir qancha yengillik bo'ladi. Bitta mashaqqatni ko'rib turib boshingga kiyib olmagin. Ozgina sabr qil. Ana shu sabrni quvvatli qiladigan ishlardan bittasi shu yengilchiliklarda borligiga qarashlik.